Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi davlat buyurtmachilari tomonidan amalga oshirilayotgan davlat xaridlarida qonunchilik talablariga rioya qilinishi masofaviy monitoring tartibida o'rganilib, yo'l qo'yilayotgan qonun buzilish holatlarini bartaraf qilish va oldini olish yuzasidan tegishli choralar ko'rib borilmoqda. Jumladan, joriy yilning yanvar-aprel oylarida davlat buyurtmachilari tomonidan qariyb 21 milliard so'mlik 18 ta davlat xaridlarida qonun buzilish holatlariga yo'l qo'yilganligi aniqlandi. Xususan, Toshkent viloyat hokimligi huzuridagi Toshkent viloyatida biznes markazlarini qurish direksiyasining 2,2 milliard so'mlik, tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksionerlik jamiyatining 313 million so'mlik, Beshariq tuman tibbiyot birlashmasining 300 million so'mlik, Dehqonobod tumani hokimligining 189 million so'mlik, Ellikqal'a tumani maktabgacha maktab ta'limi bo'limining 95 million so'mlik, Raqamli texnologiyalar vazirligi huzuridagi raqamli hukumat loyihalarini boshqarish markazining 56 million so'mlik davlat xaridlarida davlat xaridlari to'g'risidagi qonunning talablariga zid ravishda o'zaro afillangan shaxslar ishtirok etgan. Shuningdek, ayrim davlat xaridlarining baholash jarayonida qonun buzilish holatlariga yo'l qo'yilgan. Bunday qonun buzilish holatlari Dehqonobod Kaliy zavodi aksionerlik jamiyatining 10,8 milliard so'mlik, Nurafshon shahar tibbiyot birlashmasining 1,9 milliard so'mlik, G'uzor tuman obodonlashtirish boshqarmasining 1,9 milliard so'mlik, Dehqonobod tuman obodonlashtirish boshqarmasining 1,1 milliard so'mlik, tabiiy va aniq fanlarga ixtisoslashtirilgan Sirojiddinov nomidagi akademik litseyining 573 million so'mlik, Termiz Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazining 572 million so'mlik, Amu-Surxon irrigatsiya tizimlarini havza boshqarish huzuridagi nasos stansiyalari va energetika boshqarmasining 520 million so'mlik, Sirdaryo viloyati hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasidagi nazorat qilish inspeksiyasining 83 million so'mlik, Yangiobod tuman tibbiyot birlashmasining 45 million so'mlik, Mo'ynoq tuman hokimligining 40 million so'mlik xaridlarida aniqlandi. Mazkur holatlar yuzasidan yuborilgan Korrupsiya qarshi kurash agentligining taqdimnomalari bilan xarid komissiyasining g'olibni aniqlash haqidagi bayonnomalari bekor qilinishi ta'minlandi va shu tariqa davlat xaridlarining qonunga xilof tarzda o'tkazilishi oldi olindi. O'rganish va tahlillar jarayonida to'plangan hujjatlar qonuniy chora ko'rish uchun huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yuborildi.